Siz buni kamida bugun 200 marta qildingiz. Bugun ertalab uyg'onib, telefoningizni oldingiz va Telegramingizni tekshirdingiz. Biror bir saytga kirdingiz va bankomatdan pul echdingiz. Mashinangizni o't oldirdingiz. Bularning hammasi bitta narsa tufayli ishlaydi. Va siz buni yaratgan insonlarni tanimaysiz. Bu ikki inson ko'chada yoningizdan o'tib ketsa, qayerlik ham qaramaysiz. Bu Elon Musk emas. Ular reklamalarda suratga tushmaydi. Lekin agar bugun mana shu ikkita inson yaratgan narsa ishdan chiqsa, dunyo to'xtaydi. Aeroportlar, banklar, kasalxonalar, xullas hammasi to'xtaydi. Birinchi YouTube videomda siz Steve Jobs va Bill Gates bilan tanishdingiz. Ular kodni imperiyaga aylantirishdi. Yopiq qutiga solishdi, sotishdi va milliardlar ishlashdi. Bu ikkovi teskarisini qilishdi. Ular o'z ixtirolarini dunyoga shunchaki tekinga berib yuborishdi. Va endi eng qiyin savol: bu ularni qahramon qiladimi? Bu daholar haqida hikoya emas. Bu dunyoga eng katta sovg'a bergan va keyin nima bo'lib ketganini ko'rib turgan ikki inson haqida. 1955-yilda dunyoda 3 ta bola tug'iladi. Fevralda Steve Jobs, oktyabrda Bill Gates va iyun oyida Timothy Berners-Lee. Bu 3 ta odam butunlay teskari yo'l tanlaydi. 1969-yil 28-dekabr, Helsinki, muzlagan shahar. Bir o'g'il tug'iladi. U bolani ismini Linus deb qo'yishadi. Sezganingizdek, biz siz bilan hozir Tim Berners-Lee va Linus Torvalds haqida gaplashamiz. Ma'lumot uchun aytaman, Tim Berners-Lee bizga webni, Linus Torvalds Linux operatsion tizimini sovg'a qilgan. 1989-yil mart oyi, CERN, dunyodagi eng katta fizika laboratoriyasi. 34 yoshli dasturchi Tim Berners-Lee boshlig'iga bir hujjat beradi. Sarlavhasi axborotni boshqarish taklifi edi. Boshlig'i Mike Sendal uni o'qiydi va hujjatning tepasiga 2 so'z yozib qo'yadi. Noaniq, balki qiziqarli. Sendal loyihani tasdiqlamadi. Pul ajratmadi. Lekin to'sqinlik ham qilgani yo'q. Webning nomi umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Timning birinchi varianti Mesh. Ya'ni o'zbekcha tarjimasi to'g'ri so'zi chiqadi. U buni rad etadi. Chunki inglizchada mesh so'zi mess so'ziga o'xshagan bo'lib, balo va tartibsizlik degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi variant Mine of Information, ya'ni axborot koni. Bu ham rad etildi. Chunki qisqartmasi MOI bo'ladi. Fransuzchada bu men degani edi. Uchinchi variant esa The Information Mine, qisqartmasi esa TIM. Ya'ni World Wide Web nomining paydo bo'lishining asosiy sababi shu. Endi eng zo'r bog'lanish. 1990-yil oktyabr oyi, CERN laboratoriyasiga yangi kompyuter sotib olinadi. Bu Next Cube. Next bilasiz, bu Steve Jobsning kompaniyasi. O'sha Steve Jobs Apple'dan haydalgandan keyin qurgan kompaniyasi. Timga bu mashinani sinab ko'r deb berishadi va o'sha gipermatn loyihasini mana shu mashinada yozishni boshlaydi. 2 oyda tayyorlab bo'ladi. Birinchi brauzer, birinchi server, HTML va HTTP web manzillar. Ya'ni birinchi World Wide Web Steve Jobsning mag'lubiyati tufayli paydo bo'lgan kompyuterdan tug'iladi. Va Jobs bu haqida hech qachon bilmagan. Bu mashinaning ustida qizil siyohda bir yozuv turardi. Ikkita undov belgisi bilan. Chunki uni kimdir o'chirib qo'ysa, butun dunyo tarmog'i o'chib qolardi. Bir dona kompyuter, bir dona qog'oz va bir dona ogohlantirish. Bu mashina server. Uni o'chirmang. Va mana bu detalni deyarli hech kim bilmaydi. Timning birinchi brauzeri faqat o'qish uchun emasdi. U ayni paytda tahrirchi ham edi. Ya'ni siz istalgan sahifani ochib, uni darhol o'zgartira olardingiz. Webning asl g'oyasi hamma yoza oladigan web edi. Biz hozir faqat o'qiy oladigan webni ishlatamiz. Bu esa asl reja emas. Va 20 yil o'tib bu yozish imkoniyatini bizga qaytarishdi. Va uni ijtimoiy tarmoq deb atashdi. Faqat endi yozganingiz sizga emas, ularga tegishli. Endi Helsinkiga qaytamiz. 1991-yil 25-avgust. Kechqurun soat 8 dan oshgan. 21 yoshli talaba internetdagi bir forumga xabar yozadi. Xabar shu ediki, Minix ishlatayotgan hammaga salom. Hobbi shunchaki katta va professional bo'lmaydi. Bu dasturiy ta'minot tarixidagi eng ko'p iqtibos keltirilgan jumla va u bugun dunyodagi eng katta va eng professional tizimni tasvirlaydi. Qizig'i shundaki, u o'zini taqqoslagan GNU loyihasining o'z operatsion tizimi 35 yildan keyin ham tugallanmagan. Shuning uchun Linux aslida operatsion tizim sifatida boshlanmagan. U terminal dasturi sifatida boshlangan. Linus internetdagi forumlarni o'qish uchun yozgan. Keyin unga funksiya qo'shgan va yana qo'shgan va kuchaytirgan. Va bir kuni qarasa, qo'lida tayyor operatsion tizim turgan ekan. Va endi tarixdagi eng qimmat nomni alishtirish voqeasi. Linus o'z tizimini Freaks deb atagan. 6 oy davomida fayllar mana shu nom bilan saqlangan. Sentyabr oyida u kodni universitet serveriga yuklaydi.
Serverni boshqaradigan xodim Frex nomini yoqtirmaydi va papka nomini hech kimdan so'ramasdan Linux deb o'zgartiradi. Bugun bu nom milliardlab qurilmada yozilgan. Uni Linus emas, balki server xodimi o'ylab topgan. Professor Andrew Tannenbaum Minix operatsion tizimi muallifi. Operatsion tizimlar bo'yicha dunyodagi eng nufuzli darsliklarni yozgan olim. Bir xabar yozadi. Sarlavhasi qisqa. Linux eskirgan. Linux bu monolit tizim. Bu xuddi orqaga tashlangan qadamga o'xshaydi degan. Ma'lumot uchun aytamiz, 91-yilda monolit tizim yozish bu juda ham yomon g'oya deb bilgan. Butun IT tarixidagi eng muhim darsi bitta jumlada. Mukammal loyiha mavjud loyihaga yutqizadi. Tannenbaum texnik jihatdan haq edi, lekin Linux g'alaba qozondi. 91-yil kuz fasli. Linusning do'sti uni bir ma'ruzaga olib boradi. Ma'ruzachi Richard Stallman, ekran dasturiy ta'minot harakatining asoschisi. O'sha paytda Linuxni litsenziyalash tijorati taqiqlangan edi. Siz Linuxni disketga yozib olib ham sota olmassiz. 92-yil boshida Linux litsenziyasini GPL ga o'zgartiradi. Ya'ni istagan odam olsin, o'zgartirsin, hattoki sotsin ham. Faqat bitta shart, o'zgartirishlarni ham ochiq qoldirish kerak. Endi yana webga qaytamiz. Bu tarixning eng ibratli hikoyalaridan biri. 93-yil boshida webning raqibi bor edi. Uning nomi Gopher. Minnesota universitetida yaratilgan va lekin o'sha paytda u webdan ancha katta edi. 93-yil fevral Minnesota universiteti e'lon qiladi. Tijorat foydalanuvchilaridan pul olamiz. Litsenziya to'lovi kompaniya kattaligiga qarab yuzlab, minglab dollar bo'ladi. Odamlar qo'rqib ketishadi. Endi bizdan ham pul olishadimi deb. 93-yil 30-aprel oradan 2 oy o'tib, CERN bu ishni umuman teskarisini qiladi. Webni butun dunyoga mutlaqo bepulga berib yuboradi. Gopher 9 baravar o'sdi. Bu juda zo'r natija. Web esa 3700 baravar o'sdi. Farq nima deydi? Gap kodda ham, texnologiyada ham emas. Uni bittasi pullik, ikkinchisi esa tekin edi. Endi to'xtaymiz. Hozirga aytadigan gapim balki bu videodagi eng muhim gap bo'lishi mumkin. Balki siz internetda o'qigandirsiz. Tim Berners-Lee patent olmagani uchun trillion dollardan voz kechgan deb. Lekin bu noto'g'ri. Tim Berners-Lee CERN xodimi edi. Ish vaqtida, ish joyida va ish kompyuterida yaratgan. Bu degani huquqiy jihatdan web Tim Berners-ga emas, balki CERNga tegishli edi. U baribir shaxsan patent olib boy olmasdi. Lekin u qilgan ish bundan ham qiyinroq edi. U o'z ish beruvchisini, butun bir xalqaro tashkilotni trillion dollarlik huquqdan voz kechishga ko'ndiradi. Va bu ishni asosan u emas. Ya'ni qahramonlik haqiqiy. Faqat boshqacha qahramonlik. Va unda ikkinchi odamning ismi ham bor, lekin u hech kimga aytilmaydi. 30-aprel 93-yil. 2 imzo va bir varaq qog'oz. Va bugungi dunyo iqtisodiyotining 15% o'sha qog'ozdan o'sib chiqqan. 2000-yil. Steve Jobs Apple'ga qaytgan. Dunyoning eng kuchli texnologiya rahbari Linus Torvaldsga shaxsan taklif qiladi. Kel, Apple'da ishla, Mac OS ustida ishlaysan. Faqat bitta shart bilan. Linux ustida ishlashni to'xtatasan. U rad etdi. 30 yoshli finlandiyalik dasturchi Steve Jobsga yo'q dedi. Sababi orasida texnik dalil ham bor. Linux Mac OSdan juda ham katta farq qiladi. Avvalgi videomda Steve Jobsni hech kimga yo'q demaydigan odam sifatida ko'rdik. Mana unga yo'q degan odam. Va u buni pul uchun emas, balki loyiha uchun qildi. 2012-yil iyun oyi. Universitetda talaba savol beradi. Nega Nvidia Linuxni qo'llab-quvvatlamaydi? Linux esa javob beradi. Bu biz ishlagan eng yomon kompaniya. Keyin kameraga o'girilib, o'rta barmog'ini ko'rsatib, Nvidia'ni so'kadi. Yillar o'tib esa Nvidia o'z driverlarini ochdi. Ya'ni o'rta barmoq ishladi. Bill Gates o'zining Windows tizimini yopiq qutiga soldi va litsenziya orqali sotishni boshladi. Linus Torvalds esa dunyodagi eng zo'r tizimini internetga bepulga qo'ydi. Va kimga tizim kerak bo'lsa tekinga olsin va xohlagancha o'zgartirsin dedi. Natijada nima bo'ldi? Google bu tizimni oldi, chiroyli qilib upakovka qildi va uni Android deb nomladi. Bugun dunyodagi 3 milliarddan ortiq telefon Linux qurgan motorda yuribdi. Kosmik raketalar, suvosti kemalari, siz ishlab turgan YouTube, Instagram, TikTok serverlari mana shu Linuxning tekin operatsion tizimida turibdi. Lekin bu hali hammasi emas. Linus Torvalds dasturchilar hayotini butunlay o'zgartiradigan yana bir tizimning ixtirochisi. 2005-yil Linux kodini yozishga yordam berayotgan pullik dasturiy ta'minot egalari Linux bilan urushib qoladi.
va ularga tizimdan foydalanish taqiqlaydi. Dunyodagi eng katta Linux loyihasi o'lish arafasiga kelgandi. G'azabdan Linux uyiga qamaladi va atigi 10 kun ichida dunyodagi eng daho dasturni yozadi. U buni Git deb ataydi. Git inglizcha tarjima qilinganda asabiy, yoqimsiz odam degani. Linus men buni o'zimga o'xshagan yoqimsiz dasturchilar uchun yaratdim deb hazillashgan. Xo'sh, Git nima qiladi? Tasavvur qiling, bitta loyiha ustida dunyoning turli chekkalarida 10 minglab dasturchi kod yozmoqda. Agar u bitta fayl bo'lsa, hamma bir-birining kodini o'chirib yuborgan yoki chalkashtirib yuborgan bo'lardi. Git esa kodni xuddi vaqt mashinasidek parallel olamlarda, ya'ni tarmoqlarga bo'lib yuboradi. Har bir dasturchi o'z olamida xotirjam kod yozadi va algoritm oxirida uni 10 mingta bir xil kodni bitta nuqtada xatosiz birlashtirib beradi. Bugun dunyodagi biror bir IT kompaniya, Google, Apple, Microsoft, hatto O'zbekistondagi oddiy dasturiy kompaniyalar ham Git tizimisiz bitta dastur ham yoza olmaydi. Git ustiga qurilgan GitHub kompaniyasi 2018-yilda Microsoftga 7,5 milliard dollarga sotiladi. Linus Torvalds bu puldan bir tiyin ham olmadi. U buni 10 kunda favqulodda vaziyatda yozgan edi va tekinga bergan. Sizningcha bu ikki shaxs to'g'ri ish qilganmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Zamin tayyor, internet bor, operatsion tizimlar ochiq va tekin. Endi navbatdagi daho guruhlar sahnaga chiqish vaqti keldi. Ular odamlarga mutlaqo tekin ilovalar berib, evaziga ularning eng qimmatli narsasini, shaxsiy ma'lumot va maxfiyligini o'g'irlashni boshlashdi. Va aynan shu nuqtada tarixdagi eng dahshatli ijtimoiy tarmoq qirollari bir-biriga to'qnash keldi. Biri Mark Zuckerberg, ikkinchisi esa Pavel Durov. Shu ikki daho haqidagi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.